Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli kanal obunachilari. Azizlar, va'da qilganimizdek, bugun yana sizlar bilan ustanovka jarayonidan ko'rishib turmoqdamiz. Bugun ustanovkamizga azizlar plastik romlar hamda alyumin eshiklar ustanovka bo'ldi. Bugungi ustanovkamiz Samarqand viloyati Urgut tumani Jartepa qishlog'iga bo'ldi. Ravshan akamiz xonadoniga ustanovka qilib beryapmiz eshik romlarimizni. Akamiz kanalimizga obunachi bo'lgan, o'zlari internet orqali ko'rib bizlar bilan bog'landi. Razmerlarni kelib o'lchab ketdik. Mana xudo xohlasa ish yakunidamiz. Ko'rishingiz mumkin. Deraza romlarimiz azizlar Altoplast 6000 seriya 4 kamerali quattro profildan tayyorlangan zolotoy dub svetida. Derazalarimiz oynalari ham o'ziga biriga bir tushgan podsvet yodoy oynalarda qo'yilgan. Derazalarimiz 5 ko'z fasonda yasalgan. Balandligi 1.60, eniga 1.40 razmerda derazamiz. 5 ko'z fason, o'rtada bitta ochilgich va ochilgichi ham двойный откройныйda bo'lgan. Hammagi, masalan, ikki yonboshma eshigimiz yonboshidagi derazalarimiz ham, kichikroq derazalarimiz ham двойный mexanizmi bilan moslashtirib qo'yilgan. Xo'sh, yonboshda derazamiz balandligi 1.60, eniga 55. Ikkita bir xil va o'rtada glavniy vextimizga alyumin balkon profildan tayyorlangan standart ikki tabaqali eshigimiz 1.20 ga 2.30 razmerda eshigimiz. Ko'rishingiz mumkin. Yodoy gul oynalari bilan ikki qavat paket oynalarda tayyorlangan. Juda ham chiroyli ish, ham mustahkam, ham chiroyli. Eshigimizga azizlar har videoda aytib o'tamiz. Endi mana shu narsalar aytish arziydi, chunki deganda eshigimizga 5 tadan 10 ta akfani o'zini oshmosh petllar qo'yilgan va katta akfani chesta o'zini zamoq qulf kalti qo'yilgan. Ko'pchilik aytishadi, akalar sizlarda sal qimmatroq deyishadi. Qimmatiga yarasha azizlar narsalarni ham leshnisi bilan, ziyoti bilan va chesta o'zidan qo'yib beramiz. Shu narsalarga ham e'tibor qilishingizni so'raymiz azizlar. Derazalarimiz mana yodoy paket oynalarda qo'yilgan va bu tomonimizda ham xuddi shunday yana standart eshigimiz ikkita bir xil va bu tomonimizda bir tabaqali 90 ga 2 metr bo'lgan razmerdagi eshigimiz tushirilgan. Bunga ham xuddi shunday 5 ta akfan o'zini oshmosh petlar va gulli yodoy gulli oynalarni qo'yib berganmiz va katta akfan ruchkalarini qo'yib yonboshlariga mana penalarni chiroyli qilib joylashtirib qotirib berganmiz. O'zlaringiz ko'rishingiz mumkin, juda ham mustahkam va baquvvat ham chiroyli chiqadi. Zolotoy dub akfa alyumin profildan tayyorlangan 11 lik profilda ko'rishingiz mumkin. Uyimiz old tomoni, uyimiz ham juda ham bir proyekt bilan qo'llanilgan. Ko'rishingiz mumkin, ayvon shaklida mana shu derazasiga derazamiz va past qismimizga xo'sh 1.20 ga 1 metr bo'lgan razmerdagi derazamiz ikki ko'zli, bir ko'zli esa ochilgichi двойный откройный bilan qo'yilgan. Uyimiz orqa tomonida xo'sh, xuddi shu razmerlar plastik romlarimiz ustanovka bo'ldi. Ko'rsatib berib o'tamiz. Mana sizlar derazalarimiz hammasi двойный откройныйda qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu tomonimizda ham deraza romlarimiz bor. 1 metr kvadrat azizlar, narxlarini ham birdan aytib o'tay. Altoplast 6000 seriya 4 kamerali profillarimiz 850 ming so'mdan olib kelib o'rnatib berishi bilan sizlarga kvadrat tushadi. Eshiklarimiz esa balkon profildan yasalgan. Endi mana shu eshiklarimiz azizlar 1 metr kvadrat 2 qavat oynasi bilan 1.500.000 so'mdan yasalyapti. Zakazlar uchun ikkala nomerimizda ham imo, Telegram, WhatsApp bor. Aloqaga chiqingizlar, kelishtirib sifatli qilib yasab beraveramiz. Manzilimiz Samarqand viloyati Pazdarg'om tumanida. Qo'shni Qashqadaryo, Jizzax, Surxondaryo, Navoiy viloyatlariga ham dastavkalarni yo'lga qo'yib beryapmiz. Shuning uchun ham bemalol chetdan kuzatib borayotgan akalar, aloqaga chiqingizlar, kelishtirib sifatli qilib yasab beraveramiz. Aytib o'tganimizdek, kimda qanday zakazlar bo'lsa, hafta 10 kun so'roqda olib borib o'rnatib beraveramiz. Bemalol aloqaga chiqingizlar. Hisob-kitob qilib berish besplatno azizlar. Joylarni, lokatsiyalarni tashlab bersalaringiz, borib sizlarga hisob-kitobni chiqarib, razmerlarni aytsalaringiz, bemalol qaysi profildan qancha bo'lishligini chiqarib beraveramiz. Hammaga sog'lik, salomatlik akalar. Xudo xolasa bugungi ustanovkamiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi ustanovkalarda ko'rishguncha xayr azizlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasiz deb umid etamiz. Obuna bo'lib qo'ysalaringiz, obunachilarimizga albatta bonuslari, chegirmalari va skidkalar hammasi ichida bo'ladi.